Meni go'zal ayolim. Kimga like bosdingiz? Kim bu? Nima qildi? Janjal qilish shartmi? To'yib ketib qachongacha bunaqa qilasiz? Bachalabazingiz. Odam masakan sho'g'ling. Chakki biti. Qara, xotinim bitta qizga like bosganimni ko'rib qoldi-da, shunga janjal qilyapti. Xafa qilib qo'ydim. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, men sizni tushundim. Agar xotiningizni xafa qilgan bo'lsangiz, unga o'q gullar olib keling. U albatta sizni kechiradi. Yana yordamim kerakmi? Yo, rahmat. Bo'ldi, unga gul beraman. Zo'r variant. Meni zebo ayolim, meni go'zal ayolim. Bo'ldi, janjal qilmaydi, bo'ldi, to'yib ketdim. Odammas. Chaqjigida be. Qara, yana zapal bo'ldim. Eski gaplashib yurgan sinfdosh qizim xotinimning oldida telefon qilsa bo'ladimi? Jahli chiqib ketdi. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, juda yomon ish bo'libdi. Senga shuni maslahat bera olaman. Agar zapal bo'lgan bo'lsang, xotiningga sifat shirinliklaridan olib kel. Sifat trendda. Xotining seni albatta kechirib yuboradi. 100% javob bera olaman. Ha, sifat haqiqatan zo'r-ku. Meni shirin ayolim, meni sifatli ayolim. Bo'ldi, unaqa qilma. Men atay bormadim-ku, atay borgan jonimga ham. Chaqjibiti, qara, yomon zapal bo'ldim. Kecha bolalar bilan klubga borgandik. Yonimizdagi qizlar istoriya qo'yibdi-da, hozir uyimda vayna bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, sizga bitta gap aytsam, xafa bo'lib qolmaysizmi? O'zingiz girt-iskirt odam ekansiz. Xotiningizga ham shunday qilasizmi? Odam emas ekansiz. Iltimos, meni boshqa bezovta qilmang. Chaqjibiti, men qachon odam bo'laman? Siz odam bo'lmaysiz, bu fikrini Gore to'g'rilaydi, ChatGPT emas. Kim meni tushunadi? Labingda bo'ling asaldey, tilingda so'zing hazaldey. Menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Qarshida polvonlar ko'p ekan. Xo'sh, meni yenga oladigan polvonlar ham bormi? Bilib qo'yinglar, men eng zo'rman. Kichkina bo'lsam ham, kichkina deb bizni ko'tarib uramiz. Sizni don ziki, don ziki. Don ziki. Don ziki. Va don ziki. Don ziki. Ziki. Va! Sifat bilan hech kimni xafa qilmaydi. Qarang, o'zi sifat shirinliklardan yeysizmi? Albatta, yeb turaman, uyimga olib boraman. Ko'p. Pryaniklar yoqadimi? Albatta. Pryanik chazmi deysiz sifat? Qo'yilmasman, men video boradi. Aldaman, ukam odam. Agar yutsangiz, sifat brendidan sovg'amiz bor. Don ziki. 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 Qiz qo'ydi, sifat brendi hech kimni xafa qilmaydi do'stlar. Shuning uchun ham asarga biz rahmat. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Ay! Mayli aka. Charchamang. Haqqoniy bo'ldi do'stlar. Men Mayli yutqizganmisiz ham, adashib tasharsiz. Ya rahmat. Sog' bo'lasiz. Sifat brendi nomidan charchamang aka. Sifat shirinliklar sehri.